uchun zo'r takliflardan biri Penablok, Gazablok ishlab chiqarish bizneslarini taklif qilamiz. Hozirgi kunda Penablok ishlab chiqarib normal daromad qilishyapti. Bu degani oz pul bilan katta daromadli biznes hisoblanadi. Mana hozir Gazablok bu yerda avtomat reskani kraska qilib qo'yilgan mana mishalkalari. Ammo bu yerda ko'plab miqdorda yasaladi. Hozir sizlarga bir qator obzor qilib o'taman. Birinchi navbatda mana Gazablokning отходini o'zimizni shu 10 ga 10 uzunligi 25 razmerda chiqariladigan razmerda g'isht chiqaradigan uskunamiz. Bu hozir yangiliklardan, masalan, Gazablokning отходini tashlab yuboriladi. Pul sarflab uzoqqa yetkaziladi. Shuni отходidan g'isht qilsa bo'ladi. Bunaqa uskunlar ham bor. Mana so'ngsilari ham har xil variantlari bor. Endi komplektlar hozir sizlarga bir qator obzor qiladigan bo'lsam, bu yerda hammasidan juda ko'plab miqdorda tayyorlab qo'yilgan. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, Penablok uskunamizning обычный komplekti. Kompressor, mikser, 3 ta qolipi, rastor bochka, pena generator, latok, tumba, penalari bilan mana обычный komplektimiz $700 joyida, $750 vodiy bo'ylab, $800 O'zbekiston bo'ylab. Bag'da belida 2 qatorli profilli komplektimiz. Bunda ham hamma yo'g'i bor. Rastor bochka, pena generator, 3 ta qolip. Bunda ko'ryapsizlar, bunda bir qator bo'lsa, bunda mana 2 qatorli profilli komplektimiz. 3 ta qolip, rastor bochka, pena generator, kompressor, mikser, latok, tumba. Mana bonuslar qolgan hamma narsalar bir xil. Faqat komplektlarda qolip o'zgaradi, xolos mana. 2 qatorli profilli. Buni narxi $730 joyida, $780 vodiy bo'ylab, $830 O'zbekiston bo'ylab. Обычныйsi belida 2 qatorlik, mana yevrosi, trendda bo'layotgan yevro komplekt. 3 ta yevro qolipimiz, rastor bochkamiz, pena generatorimiz, kompressor, mikser, pulsator ishlangan ichida bor, latok, kolonna, Penablok ketadigan penalari bilan bo'ladi. Yevro qolip, обычныйdan farqi mana обычныйning tagida profili bo'lmaydi. Buni taglarida profili bo'ladi. Обычныйda masalan bir qator, 2 qatorlik profili bo'lsa, bunda 7 qator profilli bo'ladi. Oshiq-moshiqlar qo'yilgan bo'ladi. O'shaning hisobiga g'ishti taglari ham tekis chiqadi, oshiq-moshiq qochadi, taglarini yulib qolish ehtimoli bo'lmaydi. Yana bu yerda ham shu yevro komplektimiz, ichi turbalik komplektimiz, ichi teshiklik, xohlasanglar 100 lik, xohlasanglar 120 lik, xohlasanglar 76 lik qilib figurniy chiqadigan berilaveradi. Mana bu komplektimiz. Bunda ham shu 3 ta qolipi, pena generator, rastor bochka. Mana bu yerdagi hamma qo'shimchalar bir xil, faqat qolip o'zgaradi xolos. Buni yaxshi tarafi mana yevro qolipga qilingan. Ertaga prostoy list olib, prostoy g'ish ham chiqarsangiz bo'ladi. Tekis g'ishni ham bunaqasini chiqaradi. Xohlasangiz mana Lego listini olib, Lego ham chiqarsanglar bo'ladi. Buni narxi $900 joyida, $950 vodiy bo'lib, $1000 O'zbekiston bo'ylab. Endi mana bir-biriga figurniy, bir-biriga sviyaska bo'ladigan Legolik komplektimiz. Bu ham mana yevro qolipga qilingan. Bunda ham mana kompressor, mikser, latok, tumba, pen hamma narsalari bo'ladi. Buni narxi $850 joyida, $900 vodiy bo'lib, $950 O'zbekiston bo'lib. Endi xonalari bo'lish uchun pergorodkalar mana 12-30-60 yarim pergorodka, 12-30-60 to'liq pergorodka, обычныйsi, yevrosi barcha turlardan bor. Manaqa zakazga manaqa 10 taradigan bochka deysam, 10 taradigan bochkalar. Umuman Penablokka oid qanaqa uskunlar kerak bo'lsa, hammasidan zakazga tayyorlab beraveramiz. Deyarli qo'llarimizda tayyorlari ham bo'ladi. Endi Penablok uchun o'zi nimalar ketadi deganlar uchun Penablokning asosiy xomashyosi gips endi O'zbekistonning mahalliy xomashyosi, sement, suv, pena ketadi. Pena degani ko'pik degani. Bu ko'pik nimada bor? Shampunda bor, sovunda bor, gelda bor. Shunaqa ko'piruvchi narsalardan tayyorlanadi. Ular ham hammasi rastorlar o'rgatiladi. Daromati ancha normalniy. Rossiyaning daromadini O'zbekistonda bemalol qilsa bo'ladi. Endi bu yerda Gazablok uskunlarini, mana mishalkalari, mana suyongslari har xillardan bor. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Penablok, mana bu yerda tepasida mana bu Gazablok. Shunaqa g'ishlari bemalol ishlab chiqarsanglar bo'ladi. Mana mishalkalari ham har xil, mana
komplektni tanishtiradigan bo'lsam, gazoblok uskunasi 1,5 ming dollardan boshlanadi. 30-40 ming dollargacha ketaveradi. Endi 1,5 ming dollarda nimalar bo'ladi deganlar uchun manaqa mishalkasi, xohlasanglar 220, xohlasanglar 380 da ishlaydigan mishalkasi va manaqa qolipi, oqmaydigan, germetiklanmaydigan yangi pokoleniyadagi qoliplardan 2 dona bo'ladi va manaqa reskasi. Reskasini ko'ryapsizlar. Xohlasangiz 10 lik, xohlasangiz 20 lik, xohlasangiz 30 lik kessa bo'ladigan reskalar. Va manaqa suv yo'ngisi, pasta 1 tonnalik, tepada 55 litrlik. Ko'ryapsizlar, manaqa tenti chiqaradiganlari, mana datchiklari hamma yo'g'i bor. Konteyner ham baquvvat, bemalol tagiga o't yoqsa bo'ladigan variantda. Ko'ryapsizlar. Endi qanaqa bu 1,5 ming bo'lsa, 30-40 ming dollarga, 15 ming, 20 ming dollarlar qanaqa degani uchun qolip soni ko'payadi. Chunki gazoblokda qolipda uzoq vaqt turadi. Salkam 1 sutka, endi 1 sutkada 2 martagacha aylantirsa bo'ladi issiq havolarda. Qolgan payt 1 marta. O'shaning uchun qolip soni ko'p bo'ladi. Endi avtomat reskali, hozir avtomat reskalar kraska qilib qo'yilgan. Avtomat reskalar bo'lganda yana oshib boradi, relsga qo'yilishi, keyin poni mahsuloti lentalarda tushadigan qilish, shularga qarab narxi oshib boraveradi. Endi mana bu uchtasi birda komplektimiz. Bunda nimalar degan uchun pena blok, gaza blok, tomsuvoq uchtasi birda komplektimiz. Bunda ko'ryapsizlar, manaqa suv yo'ngisi. Mana gazoblokni narigini ko'rdinglar, katta, pasta 1 tonnalik bo'lsa, tepada 110 litrlik. Bunda pasta 200 litrlik, tepada 55 litrlik shablon, mana ikkita tenti, datchik, suv motor, hamma yo'g'i bilan bo'lgan manaqa suv yo'ngisi. Manaqa mini mishalkasi. Bitta mishalkada 6 ta gazoblokka rastor tayyorlash uchun buni ham motorlar yangi holatda bo'ladi. Xohlasangiz 220, xohlasangiz 380 da ishlaydigan manaqa mishalkasi. Va manaqa 3 ta qolipi 6 talikdan bo'ladi. 12, 30 yoy 60, 20, 30 razmerda chiqaradi. Shu qolipdan 3 dona bo'ladi. Mana oshiq-moshiqlar qo'yilgan. Bellarda ham 7 qator, taglarda ham 7 qator qolipdan 3 dona. Bu bilan siz gazoblok chiqarsangiz bo'ladi. Endi manaqa rastor bochka, pena generator, kompressor, mikser bilan siz pena blok ham chiqarsangiz bo'ladi. Bu qolipga pena blok, gaza blok, palestra blok ham qo'ysa bo'ladi. Endi manaqa bir satil penasi ham bo'ladi. Bu bilan ham tomsuvoq qilsangiz bo'ladi. Rastor bochka, pena generator, kompressor, mikser o'zida tomsuvoq kayk uchtasi birda. Mana zaxirlarimiz bor, mishalkalar mana har xil turlardan bu yerda juda ko'plar miqdorda yasaladi. Endi ko'plar qoliplarni ko'paytirib, mana suv yo'ngisi kichkinalik qilmaydim deganlar uchun mana zakazga qarab 2 tonnalik, 3 tonnalik mana barcha turlardan qilib beriladi. Mana avtomat reskani uje chochib hozir kraska qilib qo'yilgan. Xudo xolasa ertagi videolarimizda kraska bo'lgan holatida ham ko'rsatamiz. Kimga shunaqa gazoblok, pena blok ishlab chiqarish bizneslari kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranimizdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Kanalimizga a'zo bo'lib, like bosishni unutmang.